Assalomu alaykum. Sizni Sergeli Cherry avtosalondan primo efirdan sizni kuzatyapsiz bilaman. Okay, sizni Ariza 6 Pro bo'yicha bugun sizga polni obzor qilib beraman. Keling, men sizga tushuntirib o'tib ketaman mashinani. Hozirda Ariza 6mizning bu, ya'ni ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. 255 millionligi komplektatsiyasi, 1.5 turbina bilan jihozlangan, galagellari, yangi restyling mordalari bilan Lexus dizaynlari bilan chotki shahar bo'yicha bu joyda gapiradi, okay. Keling, men sizga yon tarafdan tushuntirib o'tib keturaman mashinamni. 17 diskalar bilan jihozlangan seriya alyuminiy bo'ladi, okay. McPherson bunday ham hadolarni jihozlantirganmiz. O'zini ya'ni nima demoqchiman, o'zini aqlashli sistemalari bor. Mashinamiz 17 bo'lgan bilan ko'pchilik o'ylaydi, 17miz ya'ni jo'skiy deb o'ylaydi. Yo'q, bizda jo'skiy emas, har doim yumshoq narsa chiqaramiz. Salonlarimiz oldi qator eko ko'jalar bilan jihozlangan eng yumshoq ko'jalardan bo'ladi. Eng oxirgi so'ngilari. Va buni dizaynlari bu yoqdan ham oyna ko'tarish, avto, oyna pastga, tepaga avtolari bo'ladi. Orqa dizaynlarimiz, ya'ni ikkinchi qatorlarimiz ko'pchilik tor deb o'ylaydi. Ko'rib turganingizdek, anchagina keng, orqaga surib qo'yganman, oldidagi odam ham udobniy bo'lib bemalol ketishadi. Orqani o'zi ikkita abagreflargacha bor. Bu orqalarimiz ham bolni eko ko'jalar bilan jihozlangan bo'ladi. Keling, men sizga bagaj qismlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Orqa dizaynini ko'rganingizda, ya'ni 3D formatda qilib ishlab chiqarilgan. Bu kech payt sizga qanaqa derskiy ko'rinish beradi kech payt. Orqa o'zini sensorlari, parkovka qilganingizda ham qiynalib o'tirmaysiz. Orqa o'zini заводской kameralarigacha bor. 4K formatda ko'rsatib beradi. Orqa bagajlarini ko'rib turganingizda 500 litr, ya'ni kattalikda bo'ladi, okay. O'zini zapaskalarigacha hamma narsasi bor. Uchta qo'yi solib, okay, soqqani qiladigan payti bo'ldi. Ya'ni salonga kelganimizda mashinamizni, ya'ni ikki xil rejimda yuradi. Eco Sport rejimida yuradi. O'zini qorli rejimlari bor. Elektronik tablo, hamma narsa tabloda ko'rsatib beradi. Monitorlarimizda start stop, pastakanchilarni bemalol qo'yib, dizaynlarini ko'rib turganingizda, okay, ancha udobniy, komfortli mashina. Keling, men sizga chiroyli qilib beraman Cherry avtosalondan, ya'ni Sergelisidan. Obzor yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, okay, sizlardan aylansin. Knopkani ikkita marta bosasiz, like bosasizlar. Sizlarni Sergeli Cherry avtosalonida o'zim lechni kutib qolaman. Kelinglar.